Rasman Cristiano Ronaldo Real Madridga qaytdi. Real Madrid muxlislari uchun kutilmagan xushxabar. Florentino Perez millionlab madridistlar orzusini ushalishini ta'minladi. Cristiano Ronaldo yana Santiagoga qaytmoqda. Ishonchli manbalarga ko'ra, kelishuv rekord darajada tez tuzilgan. Unga ko'ra, Cristiano 1 yillik shartnoma imzolagan. Qo'shimcha 1 mavsum uzaytirish imkoniyati bilan. Maoshi sir saqlanayotgan bo'lsa-da, ma'lumotlarga ko'ra, u ramziy ravishda 7 million yevro yiliga oladi. Men doimo Real mening uyim deb aytganman. Al Nasrga minnatdorman. Ammo Florentino Perez qo'ng'iroq qilgandan so'ng men tushundim. Qaytish vaqti keldi, dedi Ronaldo o'z intervyusida. Carlo Ancelotti uni jamoaga qo'shilishi Real uchun juda ham muhim va yangi davrni boshlanishini aytib ketdi. Cristiano Ronaldo El Clasico'da maydonga tushishi va Camp Nou'da yana bir bor o'zini mashhur gol nishonlashini ko'rsatishni xohlashyapti. Do'stlar, sizlarning fikringiz qanday Cristiano transferi bo'yicha? Va albatta, 1 aprel muborak bo'lsin. Biroz bo'lsa ham ishonib qo'ydingiz-a.